2025 yil 10 noyabr kuni soat 20. Da mening yurtim telekanalida uzatiladigan Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'grisi serialining 192 qismi tomoshabinlarni yana hayajonli lahzalarga chorlaydi. Har bir yangi epizod inson qalbining turli qirralarini ochib beradi. O'g'riq, sadoqat, kechirim va umid bir-biriga singib ketgan. Syujet tobora chuqurlashib, aktyorlarning samimiy o'yini tomoshabinni o'z dunyosiga tortadi. Bu serial allaqachon o'z o'rnini topgan, u faqat hordiq emas, balki hayotiy saboq ham. Qahramonlarning kechinmalari, ularning iztirobi va kechirim sari yo'li tomoshabinni befarq qoldirmaydi. Rejissorlik yondashuvi esa alohida tahsinga loyiq, har bir sahna, har bir nigoh, hatto jimlik ham ma'no bilan to'la. Qirmizi xonadon yoxud Qalbim o'grisi muhabbat va dardni nafis tarzda ifodalay olgan noyob loyiha bo'lib qolmoqda. Navbatdagi qismni intiqlik bilan kutyapman. U, shekilli, butun mavsumning eng ta'sirchan lahzalaridan biri bo'ladi.